Xayrlı gün, qadrli dostlar. Biz sizning bilan bugun G'odiy matematika sahifasini davom etamiz. Ham bugun bizning tarixiy masala. 200 yil ilk Almanlar davlatida Iyogann Karl Gauss ismli o'quvchi boshlang'ich maktabda bilim olgan. Ularga matematika o'qituvchilari og'ir bilim bo'larak bir masala aytdi. Hurmatli o'quvchilar, sizga birdan olib 100 ga qadar bo'lgan barliq sonlarning summasini topirga kerak. Bu masalani shishar uchun men sizga 20 minut vaqt beraman. Javob 5050. Ayda qizali o'ylab qaraymiz. Nishiksin, boshlang'ich sinf o'quvchisi bu og'ir masalani 20 sekund ichida shisha olgan. Narsaga u e'tibor etgan. Agarda biz butun sonlarni birdan olib 100 ga qadar bir retga yozib chiqamiz ekan, bizning barlig'i kelib chiqa 100 son. Ham biz birinchi ham so'nggi sonni, ikkinchi ham 99-sonlarni qo'shsak, bizning har vaqt summa kelib chiqa 100 Sonlar 100, biz ularni parlarga bo'lgach, bizning barliqqa kela 50 par. Shunga ko'ra barliq summani topish uchun bizga ni bari 100 ni 50 ga gina topqirlarga kerak. Ham shulay etib, boshlang'ich sinf o'quvchisi 20 sekund ichida 5050 deb javob beradi. Qadrli o'quvchilar, bizning bugungi G'odiy matematika darsi tamom. Agarda siz matematikani yaratsangiz, matematikada sizni yaratacak. Bizning kanalga yoziling'iz, like'lar qo'ying'iz. Kelasi uchrashuvlarga qadar.